Hozirgina azizlar Qarshi mashina bozoridan video rolik qilib keldim. Kommentda yozgan akalarimiz uchun Captiva, Malibu, Cobalt va Matiz avtomashinalarini video rolik qildim. Agar sizlar yoqsa videoda bitta like qoldirasizlar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonatlar azizlar. Marhamat azizlar, Nexia avtomashinasini so'raganlar uchun Nexia Pro 6 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlariga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi. Motorlarning rasxodi yo'q, akkumulyatorlari yangi, ABS tormozlari mavjud. Bitna kraskalari yo'q aka. Buni. Bitna kraskalari yo'q azizlar. Balonlariga qaraymiz. Balonlar to'rtta balonchasi ham yap-yangi holda turibdi. Gentra kalpaklar taqilgan, mexi balonlar qo'yilgan. Bomba avtomashina azizlar, yangi avtomashinalardan chiqarmoqdaman sizlar uchun. Marhamat. 85 talik temir balon uстановka qilingan. Zapaska balonlari joyida qiltitmay turibdi azizlar, hali guli bilan. Olasizlar, mazza qilib minasizlar azizlar. Hamma bo'ladigan narsa. Ana endi sizlarga salonimizning ichini ko'rsatishga harakat qilamiz. Stiklo podiyomniklari elektronika, rezin poliklar tashlangan, chexollar taqilgan azizlar. Qolgan hech narsasi almashmagan, faqat tablochamiz tuning bo'lgan azizlar. Marhamat azizlar, avtomashinamiz 99 ming yurgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqasi ham stiklo podiyomnik azizlar. Rezinlar tashlangan. Aka, buni qancha deyapsiz narxini? 72 million. 68 millionga berasizmi? Savdolashamiz, ha? Nomeringizni ayting. 97lik kod. Necha? 385 0929 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Variant barterga bermayapsiz, to'g'rimi? Faqat narxga bozor bersin aka. Marhamat azizlar, Nexia avtomashinasini so'raganlar uchun 2015-yil, 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Pro 6. Motorlarga qaraymiz. Motorlarning rasxodi yo'q, yap-yangi holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi, ABS tormozlari mavjud. Metanlar, gazlar qo'yilgan. Avtomashina udar avtomashina azizlar. Bir tomchi kraska, pitno yo'q. Balonlariga qaraymiz. 4 ta mexi balonlar qo'yilgan, gentra kalpaklar taqilgan. Polni avtomashinamiz navarot qilingan azizlar. Avtomashinamizni zapaska balonlariga qaraymiz. Zapaska balonlari yap-yangi holda turibdi, ko'rishlaringiz mumkin tishlari bilan. Nechtalik temir balon aka bu? 80 talik temir balon uстановka qilingan azizlar. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Buni avtomashinani faqat olamizda mazza qilib haydaymiz azizlar. Salonlariga qaraymiz. Salonlari stiklo podiyomniklari elektronika. Bu yerda ham stiklo podiyomniklar elektronika azizlar. Rezin poliklar tashlangan, chexollar o'zini radnoy chexollari azizlar. Malibu rul, Malibu richak, tablomiz tuning, avtomashina polni navorot qilingan. Pioner magnetofon kolonkalar o'rnatilgan. Qancha yurgan aka bu? 52 ming yurgan. Narxini qancha deyapsiz aka? 78. 74, 73 lab berasizmi? Kelishib qolsanglar. Gaplashamiz, ha? Kelishamiz. Variant barter beramizmi? Yo'q. Faqat narxga. Nomeringizni ayting aka. 88lik kod 173 0002 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Tezroq telefon qilinglar azizlar. Barakat bersin aka. Marhamat azizlar, Nexia Pro 6miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan azizlar. Motorlariga qaraymiz.
Motorlarni bir tomchi ham rasxodi yo'q azizlar. Akkumulyatorlari yangi, ABS tormozlari mavjud. Temir balon ustunovka qilingan aka. Temir balonlar ustunovka qilingan. Pitna kraskalari yo'qmi? Bir tomchi ham. Bir tomchi ham pitna kraskalari yo'q. Balonchasiga qaraymiz azizlar. Balonlari 4 ta balon ham mexga balonlar qo'yilgan, kalpaklar taqilgan azizlar. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Yukxonamizda zapaska balonlari joyida turibdi azizlar, guli bilan, hali qilt etgani yo'q. Mana temir balon. 80 talikmi aka bu? 80 talik temir balon ustunovka qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashina, udar avtomashina azizlar. Ana endi salonlariga qaraymiz azizlar. Stiklo podyomniklari elektronika, polik tashlangan, rezin hali tashlamagan azizlar. Chexollariga qaraymiz. Chexol Radnov'ning chexollari, rullar, rechaklar hech narsasi almashmagan. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqasi ham azizlar, stiklo podyomnik. Elektronika. Akam narxini qancha deyapsiz endi? 7000, 75 millionlar bo'ladi qashdi. 70 millionga berasizmi? Savdolashsa. Kelishamiz, ha? Variant barterga berasizmi? Variant barterga ham berasiz, to'g'rimi? Nomeringizni ayting aka. 91lik kod 640 7447 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Azizlar, tezroq telefon qilinglar, variant barterga beringlar. Bozoringiz bersin aka. Marhamat aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, Cobalt avtomashinasini so'raganlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyasi. Motorlarga qaraymiz azizlar. Motorlari yap-yangi holda turibdi, akkumulyatorlari yangi. Motorimizda rasxod yo'q ekan, ABS tormozlari mavjud. Pitno kraskasi yo'qmi aka buni? Pitno kraska bir tomchi ham yo'q. Orqa bagajnikni bitta ochib yuboramiz aka. Marhamat azizlar, avtomashinamiz benzinda yurar ekan. Zapaska balonlariga qaraymiz. Zapaska baloni joyida turibdi, qiltitmang azizlar. Tishi bilan ko'rishlaringiz mumkin. Siz bilan keldi. Marhamat. Qasi bor, qasi. Ana endi azizlar, salonimizga qaraymiz. Stiklo podyomniklari elektronika, rezin, polik tashlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Chexollari o'zini Radnoy chexol salafani bilan turibdi avtomashina. Rullar, rechaklar hech narsa almashmagan azizlar. Aka bu qancha yurgan? 6000 yurgan, ha? Narxini qancha deyapmiz? 110 million. 105 millionga berasizmi savdolashib kelishib qolsa? Yo'q, ha? 107, 108, ha? Unda ham yo'qmi? Bular narxi qancha? 110, ha bular. Variant bartergachi bermaymiz, ha? Nomeringizni aytasiz? 91lik kod 222 5200 raqamga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Bozoringiz bersin aka. Marhamat aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, Cobalt avtomashinasini so'raganlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyasi. Motorlariga qaraymiz azizlar. Motorlari yap-yangi holda turibdi, akkumulyatorlari yangi. Motorimizda rasxodi yo'q ekan, ABS tormozlari mavjud azizlar. Pitno kraskalar yo'qmi aka buni? Bir tomchi pitno kraska topolmaysizlar azizlar. Balonlariga qaraymiz. Balonlari yap-yangi holda turibdi. 4 ta mexga balon taqilgan, diskalar o'rnatilgan azizlar. Yukxonamiz bitta ochamizmi? Ha, nima qiladi? Iloji bo'lsa aka. Nikellangan azizlar. Yukxonamizga qaraymiz. Avtomashinamiz benzinda yurar ekan, zapaska balonlari hali tushmagan azizlar. Ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz. 4-pozitsiyasi, ya'ni avtomat korobka. Ana endi azizlar salonga qaraymiz.
Stiklopodiyomniklari elektronika, polik tashlangan, rezin hali qo'yilmagan azizlar. Chexollari o'zini radnoy chexollari, avtomat korobka. Qolgan hech narsasi almashmagan. Hozir 19 ming yurgan ekan azizlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Aka bu narxini qancha deyapmiz? 130 million. 125 millionga bittami kelishib qolsanglar? Bitadi, ha? Variant bartergachi? Yo'q, ha? Nomeringizni ayting. 94lik kod 294 44 49 raqamiga telefon qilamiz va kelishib olamiz azizlar. Barakangiz bersin aka. Marhamat azizlar, Cobalt avtomashinasini so'ragan akamiz uchun ikkinchi pozitsiyasi 2021 yili. Motorlarga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi, abis tormozlari mavjud. Motorimizda rasxod yo'q azizlar. Pitno kraskalar yo'q aka buni. Pitno kraska bir tomchi ham yo'q. Balonlarga qaraymiz. Balonlari 4 ta baloni ham miyaqki balondan qo'yilgan. Kalpaklari mavjud. Orqa bagajnikni bitta ochamiz. Ochil. Marhamat azizlar, benzinda yuramiz aka bu. Ha, benzin. Avtomashinamiz benzinda yurar ekan. 3-oy chiqqan, ko'p yurmagan. 3-oy chiqqan, ha? 3-oy. Zapaska balonlariga qaraymiz. Zapaska balonlari tishi bilan turibdi, guli bilan azizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Koreyadagi jigarlar so'rasa. Za. Koreyadagi jigarlar uchun za ekan azizlar. Ana endi sizlarga salonni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Qaraymiz azizlar, salonda stiklopodiyomniklari elektroniki, polik rezin tashlangan. Chexollar radnoy o'zini chexollari. Qolgan hech narsasi almashmagan. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka bu qancha yurgan? 2700 kilometr, pashta 3000 kilometr yurgan azizlar. Narxini qancha deyapsiz? 115 million. 113 millionga bittami? 110 ga bermadik. 110 ga bermadingiz. 113 lar bitadimi? Ha, bitib qoladi azizlar. Variant barterga berasizmi? Variant barterga ham kelishib o'ylab ko'radilar azizlar. Nomeringizni ayting. 90lik kod 872 872 1170 raqamiga telefon qilsanglar kelishib olsanglar bo'ladi. Marhamat azizlar, Gentra avtomashinasini so'raganlar uchun chiqqaniga hali 3 kun bo'ldi azizlar. Birinchi pozitsiyasi. Motorlariga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi, abis tormozlari mavjud. Avtomashinamiz motorda rasxodi yo'q, chunki hali 3 kun bo'ldi chiqqaniga. Pitno kraskalari ham yo'q, to'g'rimi bu? Yo'q. Balonlarga qaraymiz. 4 ta baloni ham miyaqki balonlardan o'rnatilgan. Yukxonamizni bitta ochamizmi? Yukxonamizni. Yukxonamizni mayli ochayotmaymiz. Metan hali gaz o'rnatmagansiz bu? Gaz o'rnatilmaganmi hali? Gaz o'rnatilmagan azizlar. Salonni ko'ramiz. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Stiklopodiyomniklari elektronika, polik tashlangan, rezin hali tashlanmagan azizlar. Chexollar o'zini radnoy chexollari azizlar. Qolgan hech narsasi almashmagan. Qancha yurgan bu? 10 kilometr. 10 kilometr. 10 kilometr yurgan. Narxini qancha deyapsiz? Bulari 130 million. Undan tushmaysiz ham chiqmaysiz ham, to'g'rimi? Variant barterchi. Yo'q, ha? Narxga. Nomeringizni ayting. 90lik kod 716 53 20 raqamiga telefon qilamiz va kelishib olamiz azizlar. Bozoringiz bersin buva, sog' bo'ling. Marhamat azizlar, Matiz avtomashinasini so'raganlar uchun oq rangda
2014-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlarga qaraymiz. Motorlar o'rtacha holda turibdi. Akkumulyatorlari yangi ekan. Pitno kraskalari yo'qmi aka buni? Pitno kraskasi qayerda bu? Ikkita oldi eshikka bor ekan azizlar. Balonlarga qaraymiz. Balonlari ham o'rtacha holatda. Benzinda yuradimi? Avtomashinamiz benzinda yuradi, gaz o'rnatilmagan. Zapaska balonlari 1-2 marta tushgan azizlar. Ana endi sizlarga salonning ichini ko'rsataman. Stiklopodyomniklar ruchnoy, rezin polik tashlangan, chexollar taqilgan azizlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Chexollar taqilgan. Qancha yurgan aka bu? Qancha yurgan aka? 163 ming yurgan ha. Narxi qancha bo'libdi? 40 million. 35 millionga bitadimi? 38 ga bitadi ha? Variant barterchi. Yo'q ha? Nomeringizni ayting. 90 kod 619 609 16 10 raqamga telefon qilamiz, kelishib olamiz azizlar. Bozoringiz bersin aka. Marhamat azizlar, Matiz avtomashinasi taksis akalarimiz uchun boshlang'ich to'lovi 15 million, qolgani 2,5 milliondan 14 oy, jami 50 million bo'lar ekan azizlar. Buni olgandan keyin 2 million 400 dan bemalol berib olaverasizlar azizlar. Taksis akalarimiz uchun motorlarga qarasak, motorlari o'rtacha holda turibdi, normal azizlar. Balonlarga qaraymiz. Balonlari ham 4 ta balon miyaqki balondan o'rnatilgan ekan, yangi ekan. Sariq rangda. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Mashina video qilib olsak bo'ladimi? Stiklopodyomniklari elektronika, rezin polik tashlangan, rullar, chexollar, avtomashina yaxshi holda turibdi. Dadasi qayerda? Ha? Ketuvdilarmi? Ha. Mayli, sog' bo'ling. Azizlar, ko'rgan bo'lsanglar kerak mana shu. Pitno kraskalari mavjud emas ekan azizlar. Sog' bo'ling. Marhamat, YouTube olamida kuzatib turuvchi obunachilar, Matiz avtomashinasini so'raganlaringiz uchun pitno urilgan joyi mana shu yerda bor ekan faqat azizlar. Baloniga qaraymiz. Balonlari o'rtacha holda turibdi, diskalar taqilgan ekan. Mana azizlar, motorimiz. Faqat salgina chang bo'lgan ekan, xolos bo'ldi. 2000 nechinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan bu? 2011-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz. 2009-2008-yillik akalarimiz Matiz qo'yishmadi, kommentda yozib o'tdi akamiz. Mana azizlar, magnitofon kolonkalar o'rnatilgan ekan. Benzinda yurasizmi aka? Benzinda yuragansiz. Stiklopodyomniklari elektronika, rezin poliklar tashlangan, chexollar taqilgan azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Pioner magnitofon kolonkalar o'rnatilgan. Avgustdan zaryadchilar ham ketaveradi. Oxirgi pozitsiyasi narxini qancha deyapsiz aka buni? 37 million. 32 millionga berasizmi? Yo'q. Bermaysiz-a? 35larmichi? 33,5 qilishyapti. 33,5 ga bermayapsiz-a? Variant bartergachi? Gaplashaveramiz-a? Nomeringizni ayting. 91 kod 227 2270 raqamga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi o'zlaringiz. Bozoringiz bersin aka. Marhamat azizlar, Malibu avtomashinasini so'raganlar uchun 2012-yilga 2013-yil azizlar, birinchi pozitsiyasi. Motorlariga qaraymiz. Motorlari yap-yangi holda turibdi, akkumulyatorlari yangi, abis tormozlari mavjud.
Avtomashinamiz udar avtomashina azizlar. Bitno kraskalar yo'q aka, bir tomchi ham. Toza mashina. Bitno kraskalari mavjud emas. Balonlarga qaraymiz. 4 ta baloni ham miyaqka balonlar o'rnatilgan, diskalar taqilgan. Yukxonamizni. Marhamat azizlar, ko'rishlaringiz. Benzinda yuradimi? Avtomashinamiz benzinda yuradi. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Zapaska baloni joyda turibdi, qiltiqmay. Asli yo'q. Ana endi salonni ko'rsatishga harakat qilamiz azizlar. Stiklo podyomniklari elektronika, rezin, polik tashlangan azizlar. Chexollar esa Radnoy o'zining chexoli. Avtomashinamiz mexanik azizlar. Qancha yurgan aka bu? 200 mingdan o'tgan. 200 mingdan o'tgan ekan azizlar. Narxini qancha deyapmiz? 13 ming dollar. 135 millionga 35 millionlar bo'lishi mumkin. 130 million o'zi bitami? Savdo qilib qo'yinglar. Gaplashasizlar o'zlaringiz. Variant barterchi. Variant barterga ham bo'ladi. Nomeringizni ayting. 91 215 1001 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Barakangiz bersin aka. Marhamat azizlar, Malibu avtomashinasini so'raganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilib, 2016-yilda olib chiqilgan. Motorlarga gap yo'q deyaptilar. Motorlarni ko'rsatishimiz shart emas azizlar. Balonlarga qaraymiz. 4 ta miyaqka balonlar o'rnatilgan, diskalar taqilgan. Bitno kraskalar yo'q-a? Bir tomchi bitno kraskalari yo'q. Yukxonamizga qaraymiz azizlar. 80 tali temir balon. Zapaska baloni. Mana zapaska balonini ko'rishlaringiz mumkin. Hali tishi bilan turibdi, hali tushmagan biron marta. Ana endi azizlar, salonni ko'rsatib o'tib ketamiz. Stiklo podyomniklari elektronika, polik rezin tashlangan, chexollar o'zini Radnoy chexollari ko'rishlaringiz mumkin. Avtomashinamiz mexanika, rullar taqilgan. Narxini qancha deyamiz aka endi buni? 15,5. 160 million bo'lib qolgan pashti. Variant narxga berasizmi? Faqat narxga berasiz. Variant barterga bermaysiz, ha? Yo'q, ha? Nomeringizni ayting. 91 kod 211 71 0 0 00 raqamiga telefon qilsanglar, kelishib olsanglar bo'ladi. Barakangiz bersin aka. Marhamat azizlar, Malibu avtomashinasidan ko'proq ko'rsatamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2015-yilda olib chiqilgan avtomashina. Bitno kraskalar bir tomchi mavjud emas. Kapotni ochishimiz shart emas, yaxshi turgan ekan azizlar. Balonlarga qaraymiz. 4 ta miyaqka balon o'rnatilgan, diskalar taqilgan azizlar. Avtomashinamiz Choco Svetda. Nechtalik temir balon bu? 100 talikmi? 100 talik temir balon ustonovka qilingan. Zapaska baloni tushmagan ekan aka. Biron marta zapaska balon tushmagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ana endi sizlarga salonning ichini ko'rsatishga harakat qilaman. Stiklo podyomniklari elektronika, rezin, polik tashlangan azizlar. Chexollar, maskoja chexollar taqilgan ekan. Avtomashinamizni lyuklari mavjud. Mexanika. Qancha yurgan aka bu? 75 ming yurgan. Mana lyuklarni ko'rishlaringiz mumkin. Narxini qancha deyapmiz? 15. 155 millionlar bo'ladi. 150 million o'zi bitami? Kelishib qolsangiz. Kelishasiz, ha? Variant barterchi. Variant yo'q, barterga ko'ramiz. Variant yo'q, barterga ko'ramiz, kelishib azizlar. Mers anondan diskadan qo'yilgan ekan. Nomeringizni ayting. 91 kod 211 71 00 raqamiga telefon qilamiz, kelishib olamiz azizlar. Bozoringiz bersin aka. Marhamat azizlar,
Captivadan so'raganlar akalarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan motorlariga qaraymiz azizlar. Motorlarni rasxodi yo'q, akkumulyatorlari yangi, avtomatlar mavjud. Motorimizni rasxodi yo'q. Pitno kraskalari yo'q aka. Pitno kraska bir tomchi topa olmaymiz azizlar. Balonlariga qaraymiz. Balonlari 4 ta balon ham miyaqka balonlar o'rnatilgan, diskalar taqilgan. Orqani qanday ochsak bo'ladi? Mana azizlar, orqa bagajligimiz. Avtomashinamiz benzinda yurar ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana endi salonlarni ko'rsatamiz azizlar. Stiklopodyomliklari elektronika, rezin polik tashlangan. Chexollarga qaraymiz. Kojinli chexollar taqilgan azizlar. Avtomat korobka. Avtomashinamiz yaxshi holda turibdi. Narxini qancha deyamiz aka endi buni? 18 ming. 18 ming. 185 million bo'ladi. 180 million o'zi bitami? Kelishib qolsanglar, bitib qoladi, ha? Variant barterchi. Yo'q. Ular yo'q, ha? Faqat narxga. Nomeringizni ayting. 99 lik kod 597 597 0517. 0517 raqamga telefon qilamiz, kelishib olamiz. Barakangiz bersin aka. Bir tomchi kraskasi yo'q azizlar. Azizlar, keyingi bozor kunigacha ko'rishguncha Alloh hammangizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi bozorguncha ko'rishguncha. Kommentariyada yozish esdan chiqmasin azizlar.